universal bo'lishimiz kerak edi. Bugungi obzorimizda FVR 34Q manipulyatori. Bu kran manipulyatorimiz 6 tonna yuk ko'tarish xususiyatiga ega. Modelimiz 4 ta tayanch oyoqlari bilan jihozlangan. Bu kran manipulyatorımizda 2 tomonlama boshqasi bo'ladi. Bu strelamiz 12 metrgacha bemalol chiqadi. Bazamiz 360 gradusga boshqarishiga ega va 14 metr balandligiga ko'tariladi. Avtomobilimizda dizel yoqilg'ida ishlaydi va 200 litr bakka ega.